Otish xalq naqsi Xolidamga yoshiringan sirlar. Şinjan Gençleri jurnalidan elindi. Vay vay Xolidam, bostan siklek, manga layıqdın Xolidam ko'nglimdekidek. Vay vay Xolidam, bostan siklek, manga layıqdın Xolidam ko'nglimdekidek. Aldımdan qarab, Xolidam 2014-yili 17 sentabr otishning Qatiyaylıq yezida 64 yaşida olamdan o'tdi. Bu naqsha va Xolidam bilan Rahmonning muhabbat sarguzashtisi o'z davrida sadoqat, vafodorlik simfoniyasini yangiritib, yigit qizlarning yuragini titratgan edi. Xolidam naqsi 1967 yilning oxirida otishning Qatiyaylıq yezidan tarqalgan bo'lib, uningda otish yigit qizlarning bir-biriga bo'lgan vafodorligi, sadoqatmanligi, chinlik bilan aks ettirilib qolmasdan, yana otish xalqining turmushi, urf-odati va psixik xarakterimi o'z ifodasini topgan. Qatiyaylıq yezining iqlimi qurg'oq, tuproqi sho'rliq, havosi sapsimi. Qatiyaylықliklarning o'zgacha turmushi ularning qo'shiqlariga chin hissiyot, jalbkor tuyg'u ato qilgan. Masalan, Xolidam, Rozlab qatorliq naqshlarda bu xil olaydilik o'z ifodasini topgan. Xolidam 1950-yili 27 oktyabr Qatiyaylıq yezining Cho'qchi kenti O'ng-Eriq mahallasida tug'ilgan dehqon qizi bo'lib, u o'zining sho'x mijoz xulqi, go'zal ruxsari va shirin so'zligi bilan mahallasidagi dehqon yigit Rahmonning maylini tortadi. Rahmon uningga oshiq bo'ladi. Xolidammi Rahmonga yotliq bo'lishni ixtiyor qiladi. Ayning yuzda deg'i bo'lgandek, Xolidamning so'l qo'li Rahmonning o'ng puti naka bo'lsa-mu, ammo jismoniy jihatdagi bu xil nuqson ularning bir-biriga bo'lgan cho'nqur mehr muhabbatiga to'salg'u bo'lolmaydi. Xolidam 17 yoshlarga kirgan mezgilda uning ota-onasi, urug' tuqqanlari, kent kadrlari ham mahalla cho'nglari maslahatlashib, ularning jismoniy ojizligi va keyingi turmushni nazarda tutib, Xolidamni majburiy holda jismoniy jihatda Rahmondan bejirim bo'lgan Jumaxonga yotliq qiladi. Ularning to'yi 1967-yili qo'g'in pishiqida bo'ladi. To'y kuni kechda qo'g'inliqida qo'g'in beqib yotgan Rahmon bu shum xabarni anglagandan keyin darhol yindagi kitobni qo'lga oladi va Xolidam qo'shiqini o'qib, o'tliq muhabbatning simfoniyasini yangiritadi. vay vay Xolidam, bostan siklek, manga layıqdın Xolidam ko'nglimdekidek. Aldımdan qarab, Shundoq o'sdiq Xolidam, Cho'qchi degan yerda bir sen uchun kuygandim, osmini kang yerda. O'ylab boqqan biz boshda nima deyishgan, o'laman tegiman deb Xolidam va'da berishgan. Qatiyaylıq a'zolari bo'g'in teribapti, har nima bo'lsa Xolidam erga tegibapti. Xolidamning nazarida Rahmon to'kur emas. Rahmonning qalb to'rida Xolidammi 7 a'zosi bejirim, husn jamolda tangdossiz bir qiz. Bu jihatda ularga to'sqinlik qiladigan hech qanday kuch yo'q. Mana bu xil cho'nqur hissiyotni Rahmon mundaq ifodalaydi. Sen cho'loq bo'lsang Xolidam, men to'kur bo'lsam. Osh etalmasak Xolidam o'mash chalmabdi. Non yaqolmasak Xolidam ko'mash kummabdi. Ish qilolmasak Xolidam o'rmon baxmabdi. Xolidam qo'shiqida Rahmon bilan Xolidamdan iborat bir juft oshiq mashqning bejirim bolalik bo'lib, ularni yaxshi tarbiyalab, o'zlarining jismoniy ojizligidan kelib chiqqan bo'shliqni to'ldirish orzusi aks ettirilgan. Bir o'g'il topsak Xolidam shopir bo'lmabdi. Bir qiz topsak Xolidam doktor bo'lmabdi. Ular olgan maoshda bizni baxmabdi. Shundoq bo'lsa ishimiz elga yoqmabdi. Gerçi Xolidam boshqalarning yo'l ko'rsatishi bilan Jumaxonga yotliq bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Rahmon uningdan umidini qilcha uzmaydi ham uningdan nafratlanmaydi. Balki to'lib tashqan ishonch bilan ilgari qilishgan va'dasini ishga oshirishga bel bog'laydi.
Şunun bilan o Jumaxonning mahallasida dopchilib, naqshi aytib, u yerdan zodil ketmaydi. Xolidam sana köygünüm köygen, boshda söygen lavlaringga söygünüm söygen. Rahmonga boshqalarning nasihat va dashnamlari zodili kor qilmaydi. U ana shundoq chunqur mehr muhabbat ham go'zal orzu armonlar bilan yo'g'rilgan bu naqsni birda dopchilib, birda quliqini tutib aytib, bir oygacha savdoilarcha hasrat pig'on chekidi. Bu naqshni anglab turgan Jumaxonmo uning hasrat pig'oniga chidayolmay qoladi. Xolidammo Rahmonning o'ziga bo'lgan chunqur muhabbatidan ta'sirlanib, Jumaxondan o'jirishib ketishni talab qiladi. Jumaxonmo axir bu ishning xalq olam oldida o'zi uchun durust bo'lmaydiganligini o'ylab, Xolidamni qo'yib berdi. 1967-yilning oxirlarida Rahmon Xolidamni amriga oladi hamda uningdan o'zi orzu qilgandek 5%lik bo'ladi. Gerçi Rahmon 20 yillar ilgari olamdan o'tgan bo'lsa-mu, Xolidam farzandlarini qatorga qo'shib, ipinaverlik bo'lib yashaydi. Elib qoshqidek javonba, tashlab qoshqidek qiz. Deydigan hikmat mana bu hikoyada o'z ifodasini topgan bo'lsa kerak. Xolidam Rahmon uchun elib qoshqidek javon hisoblandi. Yigitning qiz yoki javon bilan to'y qilishi hargizmi uning erlik g'ururi yoki mardona xarakterini o'lchaydigan o'lcham emas. Muhimi o'ziga har jihatdan mos keladigan ishonchlik hamrohni to'g'ri tanlash. Bir yaxshi hamroh bilan oila qurish saltanatli davlat qurishdan muhim va qiyin masala. Rahmon daslida jismoniy ojizlikqa tufaylidan tortqizib qo'ygan Xolidamni uningga bo'lgan chin muhabbatning turtkisida qo'shiq to'qib, g'azal aytib yurib qaytirib oladi. Mana bu jarayonlarni anglagan har qanday odam Rahmonning o'z ma'shuqiga erishish yo'lidagi irodasiga, jasoratiga obrin o'qiydi. Bundan ko'rib olishga bo'ldiki, muhabbat haqiqiy fidokorlik ko'rsatgandala erishgili bo'ladigan vafodorlik sovg'asi. Bizda yigit jasoratda, qiz nazokatda chiroyli ko'rindi deydigan gap bor. Haqiqiy erlik jasoratga toyinib, qorni ko'ksi keng tutib, mardonalarcha ish qila oladigan erlarlar o'zini ham o'zgini baxtli qila oladi. Qo'shiqning bosh qahramoni bo'lgan Xolidam garchi boshda Rahmon bilan va'dalashgan bo'lsa-mu, ammo u amalsiz Jumaxon bilan to'y qiladi. Bundan Xolidamni ayblashga bo'lmaydi. Chunki uning qo'li bejirim bo'lmaganlikdan, Rahmonga yuk bo'lib qolishidan, uni baxtli qila olmasligidan ansirab, o'z vaqtini jismoniy jihatda bejirim erdan kutganligini ta'malliqqa to'g'ri tushunishga bo'ladi. Ammo u keyin Rahmonning amaliy harakatidan muhabbatning zodi qanday bo'lganligini haqiqiy tunib yetadi va Jumaxondan ajrashib Rahmonga yotliq bo'ladi. Tokur Rahmon bilan cho'loq qiz Xolidamning pak muhabbatining yordamchisi bo'lgan Xolidam naqsi yoshlarimizda mardu mardona, sadoqatman xarakter va o'z yorini chin dildan suyalaydigan, uningga oxirgacha vafodorlik ko'rsatadigan ruh yetildirishda aktiv rol o'ynaydi deb qarashga bo'ladi. Sadoqat va vafodorlik simfoniyasi menga uzilib qolmasin. Jismoniy meyiblik qo'rqinchli emas, qalb meyibligi intayin xatarlik. Abdur Şinjan Ma'arif Instituti Filologiya Şöbe Institutining donsenti. Manba Şinjan Yoshlari jurnalining 2015-yillik 7-sonidan ilindi. Mikrofon oldida Savida Abdulhamid Xorma. Ovoz tahriri Furqat.